Xayrli kun, oyijonlar. Havoni zo'rligini qaranglar. Ertalabdan. Xullas biz ishdamiz. Klinika bugun soat 10 gacha ishlaydi. Bemalol kechqurun erilar bilan bo'shaganlarida, ishdan kelganlarida skriningga, dopplerga kelmoqchi bo'lsanglar, kelaverasizlar. Kunduzi men bilan Mukarram opam ishlaymiz. Kechga bo'lsa Mardon opa bilan Shohstepa ishlaydilar. Eslatib o'taman, ularning kimligini bilmasanglar. Mardon opa Respublika Screening Center prenatolog o'zisti 20 yilga yaqin tajribaga ega. Shohstepa bo'lsalar, ular Shoxon Tohir Screening markazini prenatolog o'zisti 8 yillik tajribasiga ega. Shohstepa ham ginekologlar. Maslahat so'rasanglar bo'ladi. Xullas kalom, o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Narxlar, lokatsiyalar Telegramda, yana bir qancha videolar ham ko'rsanglar bo'ladi. Telegramda o'chib ketmaydi. Keyin yana bitta narsa aytmoqchiman.